Bizlar tunki olsangiz aka, patkulchi ham ishlaringizni bitkazib beramiz. Ha yo'q, men o'zi shustirib olmayman, talash hal qilib olaman. Mayli, bir harakat qilib ko'ring. Alo, oshdan yaxshimisan? Ani tom yopadigan usta nomeri bormi oshda? Ha, bor. Hozir SMS qilib qo'yaman. Bo'l, tashor. Alo, usta, yaxshimisiz? Nomeringizni berishgan, tom yopish kerak edi. Ha, tushunarli. Kuch olsa, o'chirib boradi. Supuraverasizmi? Aka, yaxshimisiz? Sumkani shu razmerda chiqarish kerak edi. Aka, o'zi ishimiz sal ko'proq edi. Shu 2 haftalar kutib qolasiz-da. Keling aka, assalomu alaykum. Aka, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin ekan. Ishni boshidan oxirigacha o'zingni qilib beraveringlar, men toqatim yetmas ekan. Sizlar ham o'zinglarni ortiqcha qiynamasdan Prometon markaziga murojaat qiling.